Alo. Farina, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisan, charchamayapsanmi? Ahvollaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Sog'. Ertaga nechida ekansan uka? To'g'ri. Obeddan keyinmikan? Adetdan chunki men ertaga payshanba kuni meni darslarim bor. Undan 3:30gacha qo'ying dedim. Bo'ldi, adetdan siz qo'yamiz uni. Dekorimni baqin dedilar. Mayli. Ma'qul sizga? Ha, bo'ladi, nima deymiz biz kichkina odamlar. Charchini yaxshi tomon. Bo'ldi. Salomat bo'l. Keyin yuzma-yuz degan bir kurs bor ekanda, Farina. Qaysi kanalki? YouTube. YouTube'ga. Ha, men hozir o'sha kursni mehmonda o'tiribman. Ha, Farinaga telefon qilishingiz kerak degan shart tushib qoldi, shunga bir telefon qildim. Bo'ldi? Ha, bo'ldi. Bajarildi shunda. Shart bajarib qarsir endi o'zi. Hammaga salom aytib qo'ying bo'lmasam. Salom. Salomat bo'linglar. Rahmat. Qo'ying bizlar nomimizdan. Senga ham salom deyishyapti. Berarmidingiz so'rang, xat Mana qara savol berishyapti. Agar rostdan ham shu bironta bir vaziyat bo'lib qolsa, sendan qarz so'rasam berarmiding? Vaziyatingizga qarab. Xo'p deb qo'yavering. Bular aytishdiki menga mashinamni urib oldim deb telefon qiling deyishdi-da. Deylik shunaqa vaziyatda qildim senga. Bermasdim lekin. Iye. O'zi gapirishidan biladi. Sog' bo'l. Mana. Bu bilan hamma bizga qarz so'ramasligimmi?